Orjonikidze rayonida Stalin mamlakat o'zining brigadiri O'g'iloy Normatovaning uyida bugun bayram. Qarindoshlari va yor do'stlari uni hukumatning yuksak mukofoti bilan tabriklash uchun keldilar. Yangi muvaffaqiyatlar uchun Oltinko'l rayonidagi Kalin nomli kolxozda va o'zbek paxtakorlarining minglab uylarida bu baxtli voqea quvonch bilan nishonlanmoqda. Okrug assotsiatsiyalar uyining zallarida katta qabul marosimi o'tkazildi. Bu yerga respublikaning 1,5 mingga yaqin ilg'or kishilar to'plandi. Nikita Sergeyevich Xrushchev mehmonlarni O'zbekiston hayotidagi tantanali voqea bilan tabriklaydi. Chinnixon Sharapova bilan tanishadi. Kechqurun Navoiy nomidagi opera va balet teatrida qurultoy qatnashchilari uchun san'at ustalari ishtirokida katta konsert berildi. Konsertda Xrushchev, Muhiddinov va respublika partiya va hukumat rahbarlari hozir bo'ldilar. Saodat Qobilova bahor qo'shig'ini aytmoqda.